Mahkam ushlab olishim kerak. Xavfli ekan, lekin Xorazmda yurib ketayotgan avtomashinaning kapotiga chiqib olgan qoidabuzarlar qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu holat Xorazm viloyatida yuz bergan bo'lib, yigitlar video tasvirlarini o'zlarining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga ko'z qilish uchun yuklashgan. O'rtoq haydovchi, mana boshqaruvinizda bo'lgan Gentra rusumli avtomashinangiz bilan kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda yo'l harakati qoidalarini qasddan buzib, ya'ni yo'lovchilarning hayotini xavf ostiga qo'yib, avtomashina boshqargan holatingiz video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Endi hozir surishtiruvlar natijasida shunga aniqlik kiritildi. Ushbu transport vositasini boshqarish huquqi yo'q ekan, sizlar haydovchilik guvohnomasi olmagan ekansiz, to'g'rimi? Nima sababdan avtomashina boshqaribsiz? Bilmay ko'p qo'ydik bu harakatlarni. Boshqalarni tavsiya etamiz. Hammadan uzr so'raymiz. Boshqalarni bunday xatti harakatlarni qilmaslikni tavsiya qilamiz. Bundan keyin boshqa tarqalanmaydi. Sho'xlik qatib qo'ydik. Uzr so'rayman. Boshqa bu ish qilinma. Ozgina harakatlik etib qo'ydik. O'ynatib turaylik, shu vaqtda bilmayotib qo'yibmiz. Ozgina sho'xlik etibmiz. Bugun yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ushbu video murojaat o'rganildi va belgilangan tartibda ushbu huquqbuzarlikni sodir qilgan shaxslarning shaxsiga oydinlik kiritildi va ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Bugungi kunda ko'pchilik yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda like yig'ish, obunachilar sonini ko'paytirish uchun hattoki o'zini avtomashinaning tagiga tashlashdan ham ta'b tortishganicha yo'q. Unutmang, 3-4 kunlik mashhurlik sizning hayotingizdan da ustun bo'la olmaydi.